Maskan 3 man, aloqadaman, maskan 2. Alyansni to'g'risida axborot bering. Vaziyatlarimiz yaxshi, bog' hududida fuqarolar xavfsizligi ta'minlangan. Qabul. Tadbirga ajratilgan harbiy xizmatchilar fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha tashkilotlar bilan hamkorlikda harakatlanamiz. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlaymiz. Qabul qildim sizni to'liq. Bog' hududida vaziyat tinch, fuqarolar xavfsizligi to'liq ta'minlangan. Hamkorlikda xizmat tashkillashyapmiz. Xizmat kuchaytirilgan tartibda olib borilmoqda. Qabul. Hurmatli fuqarolar, jamoat tartibini saqlashga bizga ko'maklashing. Shaxsiy buyumlaringiz hamda yosh bolalaringizga hushyor bo'ling. 9-may Xotira va qadrlash bayrami kuni munosabati bilan tabriklaymiz. Milliy gvardiya